Okay, sağolasiz, yaxshimisizlar? Amsa bugun biz shu yangi muhimga qisdilar. Birinchi qism 19 va 20 darsni o'rganamiz. Undaqda diqqatinglar shu bizning ekranda bo'lsin. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimizning birinchi lab 19 darsni chiqadi. All right. Yeah, first of all, let's learn some new words for today's class. Good. Look at the screen. And what is the first word? Okay, what is that? It's a matter. Okay, yaxshi. Endi mana endi o'qiymiz sonlar matter. Okay, matter. Xo'sh, hamsa ma'ni matter. Endi Amerika ingliz tilida bunda bir qoida bor, balla. Bu nima desanlar? Bu shu bo'ladimi? Taush deymiz-ku, masalan, matter. Ikki tal tiyib ekan-ku, bu nima bo'ldi? Matter, shunami? Endi bu sal ojizlashib, sal o'zgarib, nima desan, deb talaffuz qiladi. Matter, okay, matter. Matter degan shu ish, masala degan gap-chi endi. Masalan, bunga o'xshash talaffuz qilinganlar, masalan, daughter deb o'rgangan shunami? Endi buni ingliz tilida o'qiganda daughter, okay, my daughter. Okay, masalan, my daughter Susan degandek-chi, mening qizim degandek. Matter, okay, matter. Okay, matter degan shu masala dedik. Hamda what's the matter, doctor? Okay, what is the matter? Demak, hamda bu yerga what is the matter deganimiz hamda nim bo'ldi, nim bo'pti degan gap. Masalan, sizlar og'rib qilib hamda chet elda doktorxonaga chiqdinglar. Doktorxonaga chiqqanda ham doktor what is the matter? Okay, what nima is bo'lsa the matter masala. Voy masala nima? Voy nim bo'ldi degan gap shu. They say, oh, I have a toothache. Nima voy mening tishim og'riyotdi. Oh, I have a headache. Va mening beshim og'riyotdi deymiz shundami? Demak ham shu matter degan ish masala. Nim bo'ldi. Nim bo'ldi. Hamda masalan sizlarning do'stlaringlar ko'ngli yerim hamda kesnim deysizlar. Voy, what is the matter? Voy nim bo'ldi sizga? Voy sana nim bo'ldi? Hey, what is the matter? Nima? Voy nim bo'ldi? Degan gap. Nim bo'ldi desa. Va qiz do'stim bilan og'irlab ketdim. Desa, voy, nim deysizmi shunda og'ir qanday ko'ngli yasaysizlar? Okay. Voy, odosh xo'p bo'lmagandami? Yo'q, undan emas. Agar hamda bir do'stinglar shunga o'xshash bir ko'ngli yerim bo'lgan shu nim deysizlar desa, bo'pti dash. Endi bunchalik ko'ngling yerim bo'lmasimi, sattura. Endi bu odam bilan og'irlab ketgandiki, bu normal ishtabchi. Shu odamga shu ishni aytib bir normalligini bir his qildirib qo'ysanglar, balki uningki ko'ngling yerim bo'lishi tabiiy yo'qolib qolishi mumkin-chi. Amaliyotda shu psixologlarninkiga asoslanganda odamninki bizning ko'nglimizni yerim qilgan narsa hargizmi naq shu ishninki o'zi emas-chi. Masalan, sizlar bir do'stlaringizdan og'irlab qoldinglar yoki ma'lum bir mag'lubiyat sababi shunami? Bir mag'lubiyat bo'lgan ish hamda odamning ko'nglini parishon qilib shunami? Mushuni amaliyotda shu bizning shu ro'yimizni tushiradigan, bizni vayron qo'yadigan narsa nahvu emas. Nahvu mag'lubiyatning o'zi emas-ku. Balki shu mag'lubiyat deb kelgan narsa qo'rqinch. Qo'rqinch. Shunga hamda ba'zi narsalarni nima desanlar, shu qo'rqinchni yo'qotganda yoki shu bu narsani bir normal ish sifatida bir o'ylasanglar, qanday desanlar, bo'ldigan gap. Biz to'g'ri o'tirib bir sog'dishim bor-da, Yasinjonda shunday deydi. Voy bo'pti-da, mushkimizdan manda bir yo'qolib ketibirdim bo'lsa, ko'nglimiz yerim bo'ldi, odam bo'lgandan normal yash. Unchalik ko'ngling yerim bo'lmasa bir satura deb qo'ydi-shu. Demak hamda hech qisqa bola unchalik yerim bo'lsin nim bo'pti. Unchalik yerim bo'lmasa, hamda ko'ngling unchalik yerim bo'lmasa, rassat turadigan endi bu. Shuning o'xshash hamda daraq normalligini e'tirof qilsang degan nima? Aytdi, normal ish. Okay, normal ish. Okay. Demak bu nima? Matter. Okay, matter. Matter degan nima? Ish, masala degan gap. What is the matter? Voy nim bo'ldi degan gap. Doktorxonaga kirsanglar, what is the matter? Okay, nim bo'ldi. Nim bo'ldi shunami? Okay, hamda do'stlaring ko'ngli yerib qolsin. What is the matter? Voy nim bo'ldi. Okay. Next one is children. Okay, children. Birinchi tavsiya
deb o'qiymiz ama t. Mundani. Children, okay? Children. Endi bu nima desanmi? Child ning ko'plik shakli. Bakın o ekranda child. Ama şu child deyimiz, ama children deganimiz child deganimiz ko'plik shakli. Demak, ko'plik bu children balalar. Ey balalar degan shu, ha? Children. Okay, and what is the matter, doctor? Voy, doktor nim bo'pti? Shunaqa nim bo'ldi? Nim bo'pti demakchi qanday bir masala bor ekan demakchi, shunaqami? Okay, and balalar desakchi, voy, what is the matter, children? Balalar sizlarga nim bo'ldi, shunaqami? Oh, erib ketdim, charchab ketdim, shunaqami? Okay, and bir so'z nima desam, tired. Okay, tired. Okay, tired. Tired degan nima? Omaq. Masalan, tired bo'lib ketdi. Maskel degani. Tired, tired. Look, you know, they are tired. Qaranglar. Resimdagi mashkelim qattiq charchab ketibdi. Qattiq erib ketibdi. Shularni nemiz? Ular erib ketdi. They are tired. Okay, and the tired erib ketdi bo'lsa, tired is tired. Tired is tired. Okay, and the erib ketdi bo'lsa, I'm tired. And the nimboldingiz, what is the matter with you? What is the matter? Bisa? I'm tired. Biz erib ketdim. We are tired. We are tired. Good. Next one is boy. Xo'sh, oldin qatimdan bir qatim deb o'tgan boy degan nima? O'g'il bola. Qaranglar, nim degan o'g'il, o'g'il bola bu boy. Okay, boy deganimiz nima? O'g'il bola. Boy o'g'il bola deymiz. Next one, thirsty. Okay, thirsty. Okay, nima th na deb o'qiymiz? Thirsty. Good. Thirsty. Qanaqa tabala vekshi suv ichib ketibdi, nimaga qanaq usab ketibdi? Usab ketmak, chonqab ketmak degani thirsty. Masalan, biz usab ketib bo'lsa, we are thirsty. Ustudingizmi? Are you thirsty? Nim bo'ldi sizga? Hey, what is the matter? I'm thirsty. Ay, men erib ketdim. Odatda shu ba'zi shu tadqiqotchilarning nimasiga asoslangan sog'lashda. Sizlarniki masalan ustab ketganini his qilgan vaqtinglar, shu butun badandagi hujayranglar nayt suvsizlanib, nayt bulanmagan vaqt keldi. Bulanmagan vaqtda endi biz shu mengimiz qanday qilgan suvsizlanishni his qildi ekan-ku. Shunga amal bor kuniga 8 stakandan qanday desanlar, suv ichib turanglar. Bo'ladi, qaynoq suv, qaynatilgan suv, hozir qanday suvlarga shanch qilgan bo'lmaydi-ku. Qaynoq suv ichib bersanlar, qancha suv to'liq qilsanglar, bu sizlarniki birga nima charchashni oldiradi. Chunki hamda hujayranglar charchab ketsa, masalan, suvsizlanib qanday bo'ladi desanlar, suvsizlansa charchash paydo qildi-ku hamda bir xil beyoramchilikni. Beyoramchilik degan shu odamni hozir ishqiladi, qarin chiqirdi. Shunga bo'lsa ko'p suv ichinglar. Bularni qaynoq suvni-ku. Shunga in time bu yoz vaqtida emas, qish vaqti har vaqtda ko'p ichib turish kerak. Thirsty. Okay, thirsty degan nima desanlar, usab ketmak. Okay, next one is mom. Mom, hi dad. Debchi. Shu bolalarniki hamda atanisi chaqirgan ig'iz tili bor, hamda ig'iz tilda. Arabda nima desan, jamlashik mother, shunami? Hey mother desan, bo'ldi lekin nima chaqirgani mom. Dada degani cho dad. Hi daddy, mama, shunami? Ig'iz til chaqirish. Good. Next one is sit down. Look. You know, sit down. Okay, sit down. Qani o'ltiring, shunami? Okay, sit o'ltamoq, down deganimiz bunda pastga degan gap. Up bo'lsa ustiga, upstairs deb o'rgangan shunami? Upstairs, downstairs degandek. Sit down. Sit down please. Marhamat o'ltiring. Degandek shunami? Sit down please. Next one is right. Okay, right. Right. Okay, right deganimiz hamda bo'ladi, yaxshi degan gap, bo'ladi, yaxshi degan gap. And all right, that means all, hammasi A-L-L, all right, okay, all right, buldu hamsa, buldu xo'sh, all right, deg'iz tilda mishilib qo'yamiz, all right, xo'sh, hamsi balla, gap davomlashtirishdan bir nimasi desanlar, bir qistirmiz o'zg'u endi bu yerda. Endi bu yerga right degan yana bilsa, shu yaxshi bo'lib qolmoq demakchi, okay degan. Are you okay? Hey, are you all right? Qali yaxshi bo'lib qoldingizmi? Demakchi birsi erib ketdi, uxlab ketdi. Hey, all right. Are you all right? Shunami? Demak, tekst tafsili so'zlaymiz, mana.
Okay, next one is ice cream. Ice cream. Ice degan muz, cream degan qaymoq. Muz qaymoq. Muz qaymoq degan nima bo'ldi? Morojna, shunami? Ice cream. Aytgandek, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream ice cream. Biz to'g'laymiz, vaqiraymiz, hammamiz nima uchun? Ice cream uchun. Va tong to'rishlarini mashq qilamizmi? Aldangi soatlik darsimizda nima qilgan? Nechunda 11 dars o'qiyapti va shuni bir aqtirib ko'rib qo'yinglar. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, scream, ice cream degan nima? Morojniy.